Mening qaynotam. Men? Ha? Meni Mr. Chotiboy bilan tanishtirmaysanmi? Dushanbeda ancha vaqtdan beri bo'lsam ham u bilan bir marta ham uchrashmadim. Tanishtiraman. Mr. Chotiboy sal betob. Ozroq qon bosimi ko'tarilibdi. Shuning uchun uyda dam olyapti. Xudo shifo bersin. Ishga chiqishi bilan seni albatta tanishtiraman. Xavotir olma. U menga ba'zi topshiriqlarni berib ketgan, hisobotlarni. Ha. Lekin boshqa ish bilan bandman. Bu. Ha, Senga bir savolim bor. aytaver. Tasavvur qil. Okey. Nima ekan? Sen bir qizni sevasan. U qiz ham seni yaxshi ko'radi. Lekin ota-onang seni boshqa qizga majburlab uylantirmoqchi. Sen esa o'zing sevgan qiz bilan baxtli bo'lishni xohlaysan. To'ying yaqin. Nima qilarding? Dadamning oldiga borib, ochiqchasiga yuzma-yuz gaplashardim. Ko'zlariga tik qarab, shu qiz menga ma'qul. Faqat shu qizga uylanaman deb qo'rqmasdan aytardim. Qo'rqmasmiding? Nimadan qo'rqasan? Qo'rqmasdan gapirish kerak. Aksincha, action bilan gapirish kerak. Shu paytda harakat qilish kerak. O'lsang ham harakat qilish kerak bo'ladi. Shunday qilarmiding? Ha, 100%. Juda yaxshi fikr. Albatta. Sen o'tirib tur, men hozir kelaman. Xo'p. 5 daqiqa, xo'pmi? Mayli. Abujon, nima bo'ldi? Uyda birga o'tirgandik. Shom ham o'tdi. Xufton vaqti ham o'tdi. Biz masjidga ketgan deb o'yladik. U yerdan hali qaytmagandik. Keyin Zayka tashqariga chiqib birdan baqirib yubordi. Yugurib borsam, somonxona bor-u, o'sha yerda tomda pichanlarning ustida orqasi bilan hushsiz yotgan ekan. Voy, Abujon, unda shifokor chaqirish kerak. Shifokor chaqirdim, kelib tekshirdi. Hamma joyi sog'lom. Xavotir olmang dedi. Qaysi doktor keldi? Qaysi doktor? O'zimizning Shomurod doktordi. Voy tavba, axir Shomurodov veterinar-ku, u mol qo'ylarni doktori-ku, bu odam-ku. Dada. Siz bilan hozir shu yerda ishxonada gaplashib olmasam, uyda siz bilan gaplashishga imkon bo'lmaydi. Dada, siz ham erkaksiz, men ham erkakman. Umid qilamanki, meni fikrimni to'g'ri tushunasiz. Dadajon, sizni tanlovingiz yaxshi tanlov. Lekin ichimda umuman boshqa tuyg'u bor. Umuman boshqa. Dada, men to'g'risini aytaman. Meni sevganim bor. Siz tanlagan qiz bilan umrimni oxirigacha baxtli bo'lishimga ishonchim yo'q. Iltimos, meni to'g'ri tushuning. Dadajon,
Judayam hozir ajrashishlar ko'p. Keling, yana bittaga ajralish ko'paymasin. Iltimos. Sevganimga uylanay. Shu to'yni qaytaraylik. Iltimos qilaman. Men shunaqa deb hozir dadangni oldiga kirasan, sharta hammasini aytasan. O'zingni qo'lga ol, Emin. Rosta Emin. Kirasan, gapirasan. U hayvonni tushunadi-yu, odam nima bo'pti? Nima farqi bor? Koronavirus paytida-chi, qishloqni yarmini davolagan-ku, xalq tabobati bilan. Abu, qara. Hushiga keldi. Haytali? Haytali. Meni taniyapsanmi? Men Abuman. Haytali. Men Husnoraman. Tanidingmi? Xudoga shukr, o'zingga kelding. Haytalijon, nima bo'ldi? Qani gapir. Nima uchun hushingdan ketding? Biror narsa degan yoki biror ovoz chiqar. Gapira olmaydimi nima balo? Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Dadamni oldiga. Mumkin emas. Tushunmadim. Negina? Sendan ruxsat so'rashim kerakmi? Yonlarida mehmon bor. Kim ekan o'sha mehmon? Milliy bankdan. Milliy bankdan? Ha, Mayli, hech qiz yo'q. Axir men shefni o'g'liman-ku. Bahonada tanishib olamiz. juda muhim majlis bu. Negina? Agar bilsang edi. Men aytmoqchi bo'lgan gap bu majlisdan ham muhimroq. Meni hayotim hal bo'lyapti. Majlis tugashi bilan dadangizga xabar beraman. Bo'lmaydimi? Yo'q, umuman iloji yo'q. Unda dadamga kelganimni ayt, xo'pmi? Men kutib turaman. Menimcha buni Zukovoyi kuygan. Qaysidir tranzistori kuygan buni. Haytalijon, gapirgin. Haytali. Bu bir narsalarni o'ylayapti. Yo'q, buni ahvoli og'ir. Doktor chaqirish kerak. Yaxshi-yu, Husnora xola, yana sizni ham davlingiz chiqmasin. Haytali. Hozir tuzalib ketadi. Menimcha bir narsalarni o'ylayapti, ha? Gapira olasanmi? Ha? Telefon? Kimga qo'ng'iroq qilaylik? Zaynabgami? Ha, kuyovingami? Emingami? Qo'ng'iroq qilaymi? Xo'p, hozir qo'ng'iroq qilaman. Nima dey? Aytaymi, kesinmi? Xo'p, hozir men qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti, xo'pmi? Mana qo'ng'iroq qilyapman. Aytish qiyin ekan. Ha, qiyin bilaman. Prosta bu. Alo? Yo, To'ra, assalomu alaykum, jigar. Assalomu alaykum. Sog' salomatmisan? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisiz o'zingiz? Xudoga shukr. Jiddiy bir muammo bor. Tez yetib-ki. Hozirmi? Ha, hozirda, hozir. Ertaga borsam bo'lmaydimi? Hozir ishda edim. Bola, jiddiy masala deyapman. Tez yetib-ki. Tinchlikmi o'zi? Tinchlik bo'lganda men senga qo'ng'iroq qilmasdim. Kelasanmi o'zi? Yo, o'zim borib olib kelaymi? Bo'ldi, gap yo'q. Hozir yo'lga chiqaman. Bo'pti. Xo'pmi? Bo'ladimi? Kutaman-ku, To'ra. Xo'p, yaxshi. Tezroq ke, imillamagin, xo'pmi? Yana nima gap bo'ldi ekan? Haytali. Gapir. Gapirgin. Gapira olmaysanmi? Voy tavba. Aytdim, gaplashdim. Kelaman dedi. Tez ke dedim. Qaynotang chaqiryapti dedim. Xudo xolasa tuzalib ketasan. Ko'p siqilma, bo'ptimi? Qayerda ekan ha? Hoppa. O shirinligu.
Yordamim kerakmi? Shakarni topolmayman. Marhamat. Rahmat. Bo'p, Ha, WhatsApp. shu yerdamisan? Nigina bonu? Labbay. Mehmonlar ketishdimi? Yo'q, hali shu yerda. Ha. Men ishlarim bor. Bo'p, Ha? men 2-3 soat bu yerda bo'lmayman. Bir joyga borishim kerak. Zarur ishim bor. Bormasam bo'lmaydi. Xo'p. Iltimos, men kelgunimcha meni xonamga kirib o'tir. Kimdir meni so'rasa, shu yerda ishxonada degan. Xo'p, Hozir chiqadi mayli. degan. Hojatxonaga chiqdi deysanmi, qorni og'rib qoldi deysanmi, biror bahona top, xo'pmi? Iltimos, Xo'p. xullas yo'qligimni bildirma. Ayniqsa u qizdan ehtiyot bo'lgin. U qiz ketganimni bilib qolmasin. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p. Okey? Good luck. Qachon qaynarkan endi bu? Ko'rdingmi, Zayka? Aytgandim-ku, dadang tuzalib ketadi deb. Bekorga siqilib o'tiribsan. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Dadang kuchli, hozir turib mol holidan xabar olib chiqadi bu. Yarim hovlini shudgor qilib chopadi ham. Sen o'zingni ehtiyot qil, xo'pmi? Siqilma. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amira. Hamma joyda kamera. Biror kishidan qo'rqasizmi? O'zimizdan ketmaylik. Qo'rqmayman. Shunchaki dadam xonalarida. Oldida katta monitor bor. Agar ko'rib qolsalar, nima bo'lishini bilasanmi? Ikkalamizni ham boshimizni oladi. Tushunyapsanmi? Yuring, unda tanishamiz. Men jiddiy aytyapman. Xush kelibsan. Tinchlikmi? Kelishimdan maqsad menga kredit berasizlarmi? Shuni bilmoqchi edim. Sen biror narsadan yetishmovchiliging bormi? Yuragingizni menga kreditga berasizmi? Yuragimnimi? Yuragim shusiz ham seniki-ku. Xo'p, unda foizlari qanaqa? Qancha muhlatga beriladi? Muhlatimi? Muhlati hurmatli mijoz umringizni oxirigacha. Xo'p, foizga kelsak, yuragim 100% sizniki. Men roziman. Ajoyib. Bo'lmasa, xodimlarga aytay, hujjatlarni tayyorlashsin, imzo va muhr qo'yamiz. Emin, nimaga meni mehmon qilmayapsiz? Mehmon degan oldindan ogohlantiradi. Amiraxon, jonim, men bir joyga tez borishim kerak. Mehmon qilishdan oldin qo'ng'iroq qiladi. Tayyorgarligingni ko'rib tur deydi. Men kelyapman deydi. Sen bo'lsa, lom demasdan kelib o'tiribsan. Menga mumkin-ku. Senga mumkin, lekin men mashinaga o'tirib endi ketmoqchi edim. Qayerga? Qishloqqa. Emin, qanaqa qishloq? Qaynotamni uyiga, bo'lajak qaynotamnikiga. Nima ish bo'lganini bilmadim-u, lekin tezda yetib kelishimni tayinladi. Hozir boraman dedim. Shunga borishim kerak. Hoy, Kel. Emin. Unda mashinaga o'tir. Axir siz kasalsiz. Qayerga borasiz? Hozir 2 paracetamol ichib olgandim. Qanaqa 2 paracetamol? Yo'lda mazangiz qochsa-chi? Men siz bilan boraman. Qayerga borasan? Men siz bilan birga boraman. Yana bir marta qaytar. Hozir nima deding? Nima deding? Men yana bir bor qaytaraman. Men siz bilan boraman. Amira, qanday qilib qishloqqa borasan? Men bo'lajak qaynotamnikiga boryapman. Agar sen bilan meni ko'rsa, dadamga qo'ng'iroq qilishadi. Seni bu ishingni deb hamma narsa tugashi mumkin. Qaynotangizdan qo'rqasizmi? Yo'q, qo'rqmayman. Bo'lmasa nima? Yoki o'sha qishloq qiz bilan biror gapingiz bormi? Nima unda? Umuman rashk qilma. Bormaysan dedim. Yo'q, Emin, men siz bilan boraman. Bormaysan. Boraman. Emin, siz betobsiz, bilasizmi shuni? Yana 2 dori ichdim deyapsiz. Sizni mazangiz yo'q, kasalsiz. Sizni boshqa kasal holingizni ko'rishni istamayman. Bo'ldi. Yetar. Xo'p, mayli borasan. Tushundingmi? Agar mashinadan tushsang, o'zim pichoq bilan kallangni uzaman. Tushundingmi? Mashinadan tushmaysan. Faqat nafas olasan. Tushundingmi?
Qaysar. Ha o'tirsangiz bo'lardi, tyo'tya Husni yana ozroq. Ay, abujon, havomiz ham havoda. Ha, havo zo'r. Kelganimdan beri quyoshli, Xudoga shukr. Ha, xudoga shukr, ob-havo yaxshi bo'lsin. Menga qara abujon, sen Shomurodni umidida bo'lma. Axir u veterinar, mol qo'ylarni shifokori u. Birorta odam shifokorini chaqirib ko'rsat uni. Bechoraga nima bo'lgan bo'lsa-ya. Tyo'tya Husni, siz bu tomonidan tashvishlanmang. Menimcha amakimning salomatligi yaxshi, organizmi kuchli, buqani dumini uzadi. Shunchaki bunga ko'z tekkanmi, jin chalganmi, balo urganmi bilmayman. Hozir Rajab domlani chaqiraman, bir yaxshilab o'qib qo'yadi, eskichasidan qilamiz. Keyin shifokor masalasini hal qilaman. Lekin Shomurod ham yaxshi shifokor. Ha, mayli, o'zing bilasan, abujon. Ha, shunaqa, ha. Abujon, Ha. bir narsa so'ramoqchiman. Hozir payti emas-ku, so'rang. lekin xullas, haytaliga bitta xo'roz bergandim. Xo'roz? Ha. Otajon, yaxshimisiz? Otajon, sizni topgan vaqtimda yoningizda shu pullar bor edi. Siqilmang otajon. Yo'q otajon, hech kim ko'rmadi. Abu akam ham ko'rmadi. Faqat ikkalamiz bilamiz xolos. Men Hayitalining qiziman otajon. Hammasi yaxshi bo'ladi, siqilmang. Siz tuzalib ketsangiz bo'ldi. Hozir choy damlab kelaman. Hozir. Qanaqa xo'roz? Katta qora xo'roz tovuqlari uchun. Hozir so'ragandim, seni ko'rsatdi. Ha, esladim. Qora rangli semiz xo'rozmi? Ha. O'shami? Ha. Ha, u xo'roz tovuqlar bilan band. O'zim o'sha xo'rozni oz-oz boqaman. Ha. Men o'zim sekin-sekin yaxshilab boqib katta qilyapman. Zo'ru. Xo'p, mayli, yaxshi. Ha, quloq sol, meni Hayitali bilan bir kelishuvim bor. Tuxumlarni 50-50 bo'lishamiz. Ha, biznesmi? Ha. Ha, bundan tashvishlanmang. Hozir Hayitali bilan gaplashaman, qalam ruchka bilan tushuntiraman. Tuxumlarni kelib olib ketaverasiz. Bo'ptimi? Xo'p, mayli, unda keyinroq kelaman. Bo'pti, xush kelibsiz. Aytgancha, tyo'tya Husni. Ha. Gulyani manziliga oid biror xabar bormi o'zi? Hey, qarichilik qursin. Axir shu masala bo'yicha kelgandim-ku, esimdan ko'tarilibdi. Ha. Mana. Ha, bu boshqa gap. Shu yerdami? Ha. Siyozlaringiz zo'r-a? Siz agentlaringiz balo. Agentlarim zo'r. Ha, mayli bolam, kelaman keyin, xo'pmi? Rahmat, xush kelibsiz, kampirshoh. Xush kelibsiz. Gulya jonim, manziling ham o'zingdek chiroyli-da, qoyil lekin. Mana yetib ham keldik. Qalay ekan, qishloq? Ob-havosi yoqdimi? Siz shu joydan o'ylanyapsizmi? Ha? Nima qilibdi? Это не твой уровень, Эмин. Не мой уровень? Jonim, urovень deganda nimani tushunasan, ha? Nima degani? Ha? Sen bilasanmi?
Bu qishloqda dadam tug'ilgan, bobom tug'ilgan. Biz ajdodlarimizni unutmasligimiz kerak. Urvin, Tojinni. Yana tushib o'tirma, meni sharmanda qilasan. Bu odamni umuman tanib bo'lmayapti. Aytali aka. Abu aka. Ha, kiraver. Ke, просто men, родной. Jigar kiraver. Prosta Abu. Aka urmaysanmi, chaqirmasdan qalaysan? Nima gap? Sekinroq. Nima bo'ldi? Nimaga yo'talyapsan? Ozroq shamolladim menimcha. Yaxshimisiz? Xudoga shukr, yaxshi. Odam degan zakalyonniy bo'lish kerak. O'zing yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Tinchlikmi? Ertalabdan vahima qildingiz. Hamma ishlarimni tashlab keldim. Nima bo'ldi o'zi? Qaynotangni ozroq mazasi yo'q. Zvukovoy kartasi kuyib qopti shekilli. Rostdanmi? Ha, umuman gapira olmay qolgan. Odamni ham zvukovoy kuyadimi? Ha-da, aytishadi-yu, izobражение bor, zvuk yo'q deb. Ovozsiz qolgan. Hozir Ana shunaqa ko'ramiz bo'lib qolgan. Qani yur. Kiraver jigar. Ke. Kiraver. Kiraver kuyov. Uxlayapti. Kir. Uyg'oq, hozir uyg'otaman. Aytali. Aytali jigar. Sen o'tir. Mana, kuyov deganingni olib keldim. Assalomu alaykum tog'a. O'tir. Nimaga turibsan? Mana kuyovni olib keldim. Ha, o'zing yaxshimisan? Yaxshi-yu, lekin zvukovoy kuyib qolgan degandim-ku. Hozirroq zvuk yo'q-da. Shu ovozsiz qolib ketgan. Zvuk? Ha. Endi ko'rishim odamzotni ovozi yo'qolishini. Ha, endi hayotda har narsa bo'lishi mumkin-da endi. Yana nima qilay, Haytali? Menmi? Ha, mayli, tushundim. Xo'p, senga gapi bor ekan, chiqib tur deyapti. Sizlar bemalol gaplashib olinglar. O'z uyingdek his qil. Shu yerdaman. Biror ish bo'lsa chaqirarsan. Bo'ptimi? Xo'p bo'ladi. Haytali, men tashqarida bo'laman. Xo'p. Tog'a? Nima bo'ldi sizga? Soppa-sog' edingiz-ku. Tushunmadim. Amin Allohu akbar. Raqs. Qo'shiqchi, raqs. Hofiz. Ha, to'ymi? Nima qilibdi to'yga? Atbena? Nega? Zay. Bu yoqqa ke, choy poy damlagin. Nima qilyapsan? Xo'p, aka. Bo'la qol, uyda mehmon bor. Choy poy qo'yib, keyin ishlaringni qilarsan, qo'y endi. Xo'p. Ha, Jayron. Bu Jayron men senikiman deydimi? Lekin afsus. Bu Qudratovlar faqat Range Rover haydaydimi nima balo? Familiyalarni Range Rover markasi ham bor. Oh, velar jon, velar. Haqiqiy ona sherga mendek ota sher kerak. Ближайшее время sen ham o'zi bitta olishing kerak-da, bu mana shunaqasidan. Senga shunday mashina yarashadi. Ha, bu krasavchik. Burnimga nimadir chiqibdi shekilli.
Odammisan? Ovozingni chiqarchi. Menimcha sizga salfetka kerak. Sen kimsan? Eminni xotini. Tog'a. Tinchlaning, tog'a. Bu pullarni qarang. Birorta sog' joyi qolmabdi-ya. Nima qildingiz bu pullarni? Tushunmadim. Nimadir narsa bosib qoldimmi, tushunmadim. Nimadir ishladimi? Ha. Kalamushmi? Biror seyfgami, sandiqqami joylamaysizmi? Mana sandiq bor ekan. Tayinli joyga qo'ymaysizmi? Qayerga qo'ygandingiz? Tomgami? Tepaga? Tog'a. Chatoq-ku. Uvol bo'pti shuncha pul. Siz aytgandek, uvol bo'pti. Buni nima qilish kerak? Tushunmadim. Meni chaqirishdan maqsad nima? Yangisini beraymi? Tog'ajon. Bu sichqonlar ham aqlsiz sichqon ekanda. Yegan joyini qarang sichqonlarni. Sichqonlar ham aqlsizda. Aynan raqam yozilgan joyini yebdi. Bu xorijni puli. Bizni bank buni almashtira olmaydi. Somoni bo'lganda boshqa gap edi. Tog'ajon, bu biror joyga o'tmaydi. Buni endi olasizda pechkangizda uloqtirib yoqib yuborasiz. Tog'a. Qilmang. Pul qo'lni kiri bo'lsa. Pul topiladi. Sog'ligingizni asrang. Eminni xotini? Hazillashdim. Hazil qilma. Abu bilan. Tushundingmi? Abu aka, Ey bola, nimaga turding? O'tirmadingmi? Biram ko'rib so'ray. Ishing mayli-ku-ya. Bu xotiningmi? Ha? xotinim? Ana u qushchani aytyapman. Kim bu qushcha? Xotinim emas u. Bankda edik. Ish bilan bir joyga chiqqandik. Olib borib qo'yishga vaqt ketgandi. Shunga birga kelaverdi. Hamkor. Prosta hamkor. Ha, hamkormi? Prosta hamkor. Ha, zo'r narsa ekan lekin. Bu qaynotang nima dedi? Tog'am, bilmadim. To'g'risini aytsam, ovoz yo'q, zvuk yo'q. Tushunmadim to'g'risini. Umuman tushunmayapman-da. Ha, endi Xudoni qo'liga topshiramiz. Lekin Xudo xolasa tuzalib ketadi. Aytmoqchimanki, bitta tanish doktor bor, Toshkentdan. Kuchli professor, ovozshunos. Chaqiraymi ko'rsa? Professorni nima qilasan? O'zimizni Shomurod bir ilojini topadi. Kuchli professormi? U hayvonlar bilan gaplashadi. Ularni tilini topadi. Odam nima bo'pti uni oldida? Qaynotangga Shomurod tinch o'zi. Ha, aylanib kel unda. Xo'p, charchamang. Vaqtingni olmay. Unday mehrsiz bo'lmagin. Qo'ng'iroq qilib tur. Qo'ng'iroq qildim, ko'tarmading. Ko'taraman. Ishing ko'pmidi? Ha, ishim ko'p edi. Hamkorim kutib qoldi. Hammasi 100%. Mayli, xo'p. Ehtiyot bo'l, Abu, ha, Abu.
Mayli, yaxshi yetib ol. Mayli. Ahvolingga qara. Nima ahvol bu? Na kunduzi, na kechasi uyqu bor. Faqat xayolingda Zaynab. O'zimni o'ldiraman, bo'lmaydi bunaqada. Boshqa yo'li yo'q. Shuncha uzoq yo'ldan keldik. Xursandsiz, lekin qaynotangiz nima deganini aytmayapsiz. Nimani xohlagan bo'lsak, aynan o'sha ish bo'lmoqda. Xohlaganimiz Ha, nima? qaynotam to'y bo'lmaydi dedi. Birinchidan Emin qaynotam demang, iltimos. Ismini ham aytmang. Mayli. Haytal aka to'y bo'lmaydi dedi. Nima uchun? Dadam to'y uchun qalin pulini ko'proq bergan ekan. Shu pulni Tomiga qayergadir berkitgan ekan. Uni sichqon yeb ketibdi. Xullas, u pul yo'q. Pul bo'lmasa, to'y ham bo'lmaydi. Shu? Sodda odam ekanda. Bankka qo'ysa bo'lmasmidi? Bir tarafdan puli ko'payardi, yo'qolmasdi ham, hech narsa bo'lmasdi. Shuni ayt. Mana bizni bankka qo'yganida yaxshi foiz qilib berardik. Soddada. Xo'p, bizning ishimiz nima bo'ladi? Bo'lyapti-ku mana. To'y bo'lmaydi. Menga dadangiz bilan gaplashib olishingiz muhim. Bugun gaplashmoqchi edim. Ha. Oldilarida odam bor edi, lekin gaplashaman. Bilmadim. nega Bilasizmi bo'lmaydi. nima qilamiz? Sizga 24 soat vaqt emin. 25 soat bo'lmaydimi? Borib dadangiz bilan gaplashasiz. Agar gaplashmasangiz, keyin ko'rasiz nima bo'lishini. Men o'zim borib qaynotajonim bilan gaplashaman. Ha. Mayli. Xayr. Mana. Yo'q, bolta ham zoyi bo'ladi. Undan ko'ra u yerdagi jardan tashla o'zingni. Chalajon bo'lasan. U dunyoying bilan bu dunyoying kuyib ketadi. Bir g'alati gaplarni aytasanki menga. Lekin u yerga tashlaganingdan nima foyda bor, a? Nima gap? Qalaysiz aka? Kel, qo'lingni cho'zsangchi. Qalaysiz aka? Xo'sh, qaysi biring moling kasal bo'ldi? Tanish ko'rinyapti shu yelik sangali. Qaysi? Shumi? Seniki emasmi? Shunaqami deyman? Yo'q, men buni Abudan oldim. Abudan oldingizmi? Ha? Rossiyadan olib kelgan ekan. Jamoatga borib kelishga juda qulay. Nech pulga sotib oldingiz? Qanday nech pulga oldim? Sen qanchaga sotganding? Men janjal qilib 200 ga sotdim. 200? Siz qancha oldingiz? Shomurod, boshimni og'ritding-da. Men qara, oxirgi gapimni gapiraman. Men savdo-pavdoni yaxshi ko'rmayman, o'zing bilasan. Na seni 300, na meni 500. Mayli, seniki ham emas, meniki ham emas. 400. 5 tasha. 400? Yo'q. Bo'ldi. Menga qara, 400 qimmat. Mollarni 400 dan ukol qilmayman-ku. 400 bo'lmaydi. Meni ham tushungin axir. Sen 400 ga bitta molni ukol qilsang to'g'ri keladi, doktor. Buni qara, shaqillab yotibdi-ku. Hamma joyi. Qara. Shomurod, senga sinfdoshligimiz haq-hurmati 400 ga beryapman. Bo'lmasa bermasdim. Ber bu yoqqa. Yo'q, qimmat. Bo'lmaydi. Ko'p gapirmasdan pulni chiqar. Chiqar 400 bu yoqqa. Bu velini qara chiroyliligini ko'ryapsanmi? Bunaqa velik antikvar hozir. Bunaqasini hech qayerdan topa olmaysan. Nech pul berdi? Ha, boriga baraka. Ko'p fis qilmasdan bu yoqqa ol. Bu menga qara. Abu. Ko'p fis qilma dedim. Nech pul deding? 200. Qimmat olibsan. Men 100 so'mga oldim. Sen yutibsan-ku. 100 so'mga oldim-u, 30 so'm qo'shib berdim. Aka, shu qora molimni ozroq mazasi yo'q-da. Og'ilda yotibdi. Ertalab kelib bir ukol qilmaysizmi? Uni ko'rgandim. U moling damlab qolgan ko'rinadi. Olmami, nimadir tiqilib qolgan. Ozroq tuz-puz berib tur. Bugunmi, ertagami borib ko'raman. Bo'pti. Xo'pmi?
Bo'pti aka, ertaga Hop, keling hop. unda. Ey Shomurod aka, harakat qilingki, Mirza ko'rib qolmasin. Yana ehtiyot bo'ling. Xo'p, mayli, yaxshi yetib oling. Bir tepa qishloqqa borib ko'raychi, nima gap ekan? Ishlaringiz omadini bersin. Mayli kuya. Sen bir abuni oldiga bormaysanmi, ha? Borib gaplash. Normalniy mushik, sher yigit. Borib ko'nglingdagi dardlaringni hammasini aytgin, tushuntirgin. U sportivniy yigit. Jinnimisan, urib haydab yuboradi. Nega urib jo'natadi? Borib erkakchasiga gaplash. U ham erkak, tushunadi. Yonida katta pichog'i bor, jinnimisan? Bizda bolta bor, pichog'i bo'lsa. Bor gaplash, tushuntir. Haytaliga gapirishga kuching yetmadi. Hech bo'lmasa unga gapirgin. Shunaqa qilsammikin? Yana savol beradi-ya. Davno bu ishni qilishing kerak edi. Borib tushuntir, u ham erkak, seni tushunadi. Nima desa keyin o'ylab, haligi hal qilamiz. Ketdik unda, erkakchasiga gaplashamiz. Men sen bilan. Men Mirzo emasman, qochib ketadigan, tushundingmi? Birgaman deysan-u, keyin qochib ketasan. Mana bu mollarni boqishim kerak. Mollarni ham olib boramiz. Hammamiz abuni oldiga birga boramiz. Xo'pmi? Bo'pti. Ana, yuringlar. Abu aka! Abu aka! Aka demay. Ha, nima dey unda? Abu! Abu! Abu aka! Abu aka! Labbay. Sen oldinga kelgani yo'q. Abu akani oldiga kelgan. Abu akani chaqir. To'g'ri aytayapti. Biz Abu akani oldiga keldik. Abu akani chaqirib ber. Nima dardo hasrating bo'lsa, hammasini ayt. Tushunarlimi? Assalomu alaykum. Qo'lingda nima? Bolta bilan kelibsanmi? Qo'rqmang aka, biz o'tin qilib kelyapmiz. O'tin qilib? Ha, Nima gaplar? Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Ha, toy bola. Ana u kuni hovlini atrofida aylanib yurgan sen eding-a, molimni yo'qotib qo'ydim deb. Adashmasam sangaksan-a? Ha, aka. Nima gap? Nima xizmat? mana shu bolani sizda ozroq gapi bor ekan aka. Qani bu yoqqa o'taylikchi. Nima gaping bor? Qani, gapir. Nima problemang bor? Aka. Nima? Nima desam ekan? Bir ikkita problema bor akajon. Shap-shap demasdan tezroq gapir, vaqt ketyapti. Nima? Misol uchun bir bola bir qizni yaxshi ko'radi. U qiz ham bolani yaxshi ko'radi, lekin otasi uni bir boy odamga bermoqchi, majburlab. Shuni hal qilish kerak-da, aka. Toy bola, menga indiyskiy kino gapirib beryapsanmi? Sen nima deyapsan o'zi? Yo'q, Abu aka. Kasyak bor aka. Kasyak bormi? Bor aka. Bo'ldi, zalogini olib kel, keyin dalshi gaplashamiz. Meni gapimni tushundingmi? Bu yerda indiyskiy gaplar gapirma. Qolganini keyin gaplashamiz. Zalogni olib kelib, keyin chiroyli tushuntirayin-a? Albatta, bo'pti, xo'p. Faqat vaqtliroq olib kel, tushundingmi? Ishim ko'p, bilasanmi? Hozir divideniyam ko'payib qolgan. Xo'p, akajon. Tag'in keyingi yilga navbating kelib qolmasin, tushundingmi? Mana bu boltani ehtiyot bo'lib yurgan. Qani menga berchi? Gap yo'q. Ber menga. Bu kerak bo'ladi menga. To'g'ri, buni ham oling aka. Bu ham zalog. Bo'ldi, boringlar, ishlaringni qilinglar. Aqling joyidami? Nega meni boltamni zalog deyapsan? Ha, o'zing berding-ku. Qo'lingdan oldi-ku. Boltam kerak-ku menga. Yaxshi qildi. Agar boltamga qo'yni nimadir olib kelaylik bo'lsa, unda. Bo'la qol. bo'pti, yur. Mana zalogni olib keldik. Nima balo? Ishlaring shunchalik seryoznimi? Sirazi sabrazit qilibsanlar? Ha, aka, siz jiddiy odamsiz. Shunga siz aytganday sirazi sabrazit qildik. Bo'pti, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Hozir 2-3 kunlik ishim bor. Adresi, u odamning ism familiyasi, qayerda, nima ish qilishini hammasini bilib kelinglar. Ishlaringiz hal bo'ladi. Qolganini keyin gaplashamiz. Xo'p aka, xo'p. Xo'p. Hayda, qo'yni kirgaz.
Xo'p aka, hayda. U bormayman deyapti aka. Sen qanaqa polvonsan, bitta kichkinagina qo'yni eplolmaysan. Xo'pda borlaring. Mayli akajon. Xo'p, Meni qo'limga tikan kirdi, lekin unikiga kirmadi. qo'yni oldi-yu, endi ishni hal qilarmikin yo'qmi? Ha? Ha? Jabirahim ekan. Abu Zulayxo? Qanaqa Abu Zulayxo? Abuga Gulya degan ism yarashadi. Gulya Abu. Abu Gulya. Gulya Abu. Abu Zulayxo bo'lmaydi. Abu Gulya. Abu Gulya zo'r eshitiladi. Gulya bu o'zingga mos. Ha, bolalar, o'tiribsanlarmi? Ha, o'tiribmiz. Ey. Nima edi? Gulyaning uyi qaysi biri? Nima deydi? Gulya? Gulya, onasining ismi Tamara. Do'la. Nima? Do'la? Ha, Bu yoqqa kel. mana bu eshik. Ha, shu yerda turishadi. Aniqmi? Aniq. Aniq? Aniq. Do'la olarmish mendan. Sir hammang bu yerdan. Tirmizaylar. Привет, Гуля. Гуля, Oyog'ingni ol. рыбка моя, жизнь моя. Может, не надо, а надо Meni говорить. sen bilan gaplashadigan gapim Без yo'q. базара, пожалуйста, солнышко. Моя половина моя. Но здесь пацаны потом завтра овоза будет. Минут, и все. Пожалуйста. Mayli, kir. Спасибо. Oyoq kiyimingni yech. Обувь? Хорошо, без проблем. Oho. Meni qaynonam haliyam yaxshi ko'rar ekanda. Orzuga ayb yo'q. Hammani fakt. Abu Ali, meni sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Demak, kelgan ekansan? Tezroq gapir. 50 sekund vaqting qoldi. Keyin xayr. Guljonim. Meni hayotim. Meni nimayam dey. Sog'indim axir. Meni tushungin, Gul. Tegma menga. Qo'lingni tort mendan. 5 yil. 5 yil yo'q bo'lib ketding meni hayotimda. Kelganingni ko'rib, bo'yningga osiladi deb o'yladingmi? O'zingga bir qara. 5 yil o'tdi. Umuman o'zgarmagansan. Hatto kurtkang ham, shapkang ham. Yurishingdan, turishingdan Abu banditni yasab olgansan. Abu bandit
sendan qo'rqadi deb o'yladingmi? Yoki hali ham sevadi deb o'ylayapsanmi? Bilasanmi kimlar meni ortimdan yuradi? O'ylaysanki ulardan voz kechib sen bilan yuramanmi? Sen tengi odamlarning xotini, oilasi, mashinasi bor. Seni-chi? O'zingni hali ham 90-yillarda yashayapti deb o'ylaysanmi? Kechirasan, 21-asr hozir. Yana uyalmasdan meni oldimga kelganingni qara. Sen o'zingni hurmat qilmaysan. Seni birgina amaking bor. Uni ham ismi Hayitali. Bas qil. Bas qil. Sen nima? O'ylaysanki bu narsalarni men xohlamaymanmi? Men ham xohlamaymanmi? Bilib qo'y. Meni ko'cha noni katta qilgan, tushunyapsanmi? Men ko'chani bolasiman. Men na muallimni nonini yedim, na domlani nonini yedim, na prokurorni. Men ko'chani nonini yeb katta bo'lganman, tushunyapsanmi? Ko'chani nonini. Amaki. Nima amaki? Bitta amakim bor edi, lekin shunday kunlar bo'ldiki, men haftalab och yurardim. Biror marta to'q yurmasdim. Tushunyapsanmi sen? Bitta kalishim bor edi. Shu bitta kalishni 5 yil kiyganman. Men otam mard odam edi. Mard odam. Kasalxonada yotganida 5000 pul topa olmadik. Amakimda bor edi. Puli bor edi, mashinani puli qo'lida edi, lekin bermadi. Bilaman, taqdirimiz Xudoning qo'lida. Lekin nega shu pulni bermadi? Nega dadamni jonidan arzimaydimi o'sha 5000 pul? Jigar deysan, amaki deysan, qanday qilib men uni hurmat qilay? Menga ham shu kiyimlarni kiyib yurish yoqmaydi, lekin men nima qilay? Meni ko'cha shunaqa tarbiya qilgan. Meni ko'cha Abu Ali qilgan. Meni Abu Ali qilgan ko'cha bo'ladi. Men ko'chani nonini yeb katta bo'lganman, tushunyapsanmi? Men ko'chani bolasiman. Men 5 yil bratva deb turmada o'tirdim. Tushundingmi? Odamlarga odamgarchilik qilib shu kunga yetib keldim. 21 vek. Agar odam sevsa, u bir narsalarga qaramaydi. Tushundingmi? Qaramaydi. Onasi, tayyorgarliklar qalay? Yaxshi, hammasi yaxshi. Hammani taklif qildingmi? Hammani bittama-bitta aytdim. Qara lekin, biror kishi u tarafdan ham, bu tarafdan ham xabarsiz qolmasinki, xafa bo'lish. Yo'q. Keyin to'y qilding, bizni aytmading deyshadi. Hammani taklif qildim. Aytgancha. Lutfulla akachi? Ha, Lutfulla akani ham aytdim. Ha, aytgan bo'lsang yaxshi. Barakalla.
Onasi, nega yana o'ylanib o'tiribsan? To'g'risi, dadasi, ozroq xavotirdaman. Nimadan xavotirdasan? Shu o'g'lingizdan-da. Yana nima qildi? Menimcha noroziga o'xshaydi. Nimadan norozi? Haligi menga noroziga o'xshab ko'rinyapti. Yana nimadan? Aytchi, nimadan? To'ydan. Bekor aytibdi. Ko'ngling nima deydi, nima demaydi yig'ishtir. Uylantiramiz. Boshqa biror ortiqcha gap kerak emas. Tushunarlimi? O'g'lingiz bilan yana bir gaplashing, dadasi. Xo'p, men gaplashaman. Yaxshilab qulog'idan burab uylantiraman. Tamom. Boshqa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Haytali. Assalomu alaykum. Ha, Zaynabjon qizim, yaxshimisan? Assalomu alaykum xolajon. Keling. Va alaykum assalom. Haytali, nima qilding? Tuzalib qoldingmi? Zuking chiqdimi? Hali ham gapira olmayapsanmi? Oh, men xo'rozga kelgandim. Xo'rozim qani? Tushunmadim. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Cho'cha Husni, yaxshimisiz? Keling. Bu xo'rozni so'rasam, seni ko'rsatib bunaqa qildi deydi. Bu nima degani? Xo'roz? Ha, Ha, xo'rozmi? Kecha aytdingiz-ku, bu xo'rozga yaxshilab qaragin deb. To'g'risi, men yaxshilab dom berdim. Bu makonlarni o'ldiryapti. Ishini zo'r bajaryapti. Hamma makonlar davolni. Xo'rozingizdan. Ishoning. tuxum-ichi, tuxum. Tuxumlar ham zo'r bo'lyapti. Aytgan tuxumlaringizni yig'ib qo'yganman. Hozir olib kelaman. Sizlar suhbatlashib turinglar. Men tuxumlarni olib kelaman. Tuxum ko'pmi, Haytali? Xo'rozim zo'r ekan-da. Qani xo'roz qayerda? Tuxum ko'paydimi? 50 ga 50 degansan-a? Mana Cho'cha Husni. Tuxumlaringiz. Men bilmasdim-ku. Shu kungacha sizlarning shunaqa biznesingiz borligini. Qolganlarini ham sabrazit qilamiz. Xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu nima bu? Nima? Pechat urilganmi? Bu pechat. Haytali aytmadimi? Tovuqlar Gavanskiy firmenniy deb. Yo'q, nima deb Bu yozilgan? yergami? O aji Haytali. Ha. Hamma tovuqlarni tuxumi firmenniy pechati bor. Ha, xo'p, mayli. 2 kundan keyin yana kelaman, yig'ib bo'pti. qo'yaver. Keling, kelavering. Kelaveringlar. Tuxumlarimni yig'ib qo'y. Xo'p bo'ladi. Haytali, men aytdim-ku, shu любой положениeni men o'zim sabrazit qilaman. Boshqa o'ylama. Tushunyapsanmi? Abuga ishon bo'ldi. Abuga ishon. Hozir ovozingni ham tuzatamiz. Siqilma. Hozir kuzatib oling. Cho'cha Husni, xush kelibsiz. Yana keling. Bo'pti. Yaxshi boring. Bu temada asosiy kasyak bo'lsa bo'ldi. U tomonini o'ylama. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi aka, u yog'ini o'ylamang. Menga qo'yib ber qolganini. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tashvishlanma. Xo'p bo'ladi. Men hozir kirib telefonimni olib chiqay, xo'pmi? Xo'p. Tezda chiqaman. Telefonim uyda edi. Siz olib chiqavering. Olaman, men tezda chiqaman. Haytali aka bilan gaplashib turaman. Ha, bo'pti, hozir chiqaman. Assalomu alaykum. Ko'rdingizmi? Dunyoni charxpalak deyshadi. Katta ketganlaringiz qayoqda qoldi endi? Oldin 40 yilda qaytsa, hozir 40 soatda qaytadi, ko'rdingizmi? Ey, oshiqni ko'nglini nohaq xafa qilgansiz. Shunaqa uradi. Sangak, labay, hozir ketyapman aka. Ko'p katta gapirmang. Yana bir oq qilsam, joyizdan ham tura olmay qolasiz. Tushundingizmi?
Oy. Oy, Abu Ali. Abu. Просто Просто Abu. Abu. Tamam. Oy, 5 yil o'tsayam Salom, oyi. sho'xliging qolmabdi-ya. Oy, salom qizim. Qara kim keldi Ha, mehmonga. ko'rib turibman. Kela qol. Qara, Abu senga qanday gul olib kelibdi. Kimdandir o'g'irlagandirda. Abu, Oyi, men oshxonada bo'laman. Siz bemalol gaplashavering, xo'p? Keyin gaplashamiz. sen ha, mana buni Moskvadan olib keldim dedingmi? Shu Rossiyadan olgandim. Ataylab samimiy lучший shokoladni bitta Tamara opa degan opam bor. Shu opamga olib boray dedim-da. Buni qarang. Mana, сделано в России. Ha, choydan ich. Juda ham mazali. Choydan ich. Qani, Choy ham choy ekan. bu o'zimizni limonlarimiz-ku. Juda ham mazali. Mazali. Mana undan olay. Yana choy beraymi? Yo'q, rahmat, bo'ldi. Limon lekin mazali ekan. Ha, o'zimizni limonlarda. Tamara opa, menga ruxsat. Nega? To'g'risi, anu haytalini mazasi sal yo'qroq. Nima qildi? Bilmadim nima bo'ldi. Shu zvukoy kartasi kuyganmi, tranzistori kuyganmi, umuman ishlamayapti, ovoz yo'q. Voy, tushunmadim. Televizorini tranzistori kuyadi. Odamzodni qanaqa qilib tranzistori kuyar ekan? Bilmadim. Haytalidan hamma narsani kutish mumkin. Har kuni bitta приключение qiladi. Yaqinda to'yi ham bor. Xabar qilaman, menimcha shu kunlarda to'y kunini aniq qildi. Ha, aytgancha 20-da to'y. Shu 20-da to'y. Mana shu 20-da to'y. Ko'rdingizmi? Xayolim ham joyida emas. Qarang, qarib esimdan chiqdi. Indamay chiqib ketib qolardim. Albatta keling, xo'pmi? Qizi bor edi-ku, Zayka. Kichkina Zaykachi. Qudratovlar bor edi-yu. O'sha Qudratovlar kelin qilishdi. Kuyov yaxshi bola, ko'zlari yonib turadi. Yaxshi yigitga o'xshaydi. Amerikada Massachusetsdami o'qib kelgan. Shunaqa gaplar. Voy, qara. Haligi kamiga to'y arafasida Haytali bunaqa kasal bo'lib qoldi. To'g'risini bilmadim. Nima bo'ladi? To'y haqida biror narsa so'rasam faqat ishora qiladi. Shu xolos. Shunga kechga domlani chaqirgandim. Kelib bir o'qib qo'ysin, zora tuzalib ketsa, hali taklifnoma olib kelaman. Kech bo'lib qolmasdan boray endi. Lekin Xo'p, to'yga albatta boraman. keling, xo'pmi? Endi menga ruxsat. O'tirsang bo'lardi. Yo'q, rahmat, boray. Men haligi tovuqdan ovqat tayyorlagandim. Boshqa safar. Oh, meni singlim ish qilyaptimi deyman. Albatta. Kechga nasib qilsa nima ovqat yeymiz? Biror narsa yersiz. Osh yegim kelyapti. Osh? Xo'p, osh qilaman unda. Demak, hali ovqat boshlamading. Yo'q. To'g'risi, oldinga bir xizmat bilan keldim. Nima xizmat ekan? Bir xizmatki yurakdan qilish kerak. Akangni vurchat qil, iltimos. Men ayta olmayapman. Onamga ayta olaman, lekin dadamga ayta olmayman. Sen dadamni erkatoy qizisan. Dadamga aytasanki, dadajon, keling, to'yni qaytaraylik. Akamni qiynamaylik. Akamni sevgani bor. Men ko'rdim, u qiz juda ham yaxshi qiz ekan. Ular bir-birini qattiq sevishadi deysan. Xo'pmi? Aka, bu yerda hozir siz meni baloga qo'ymoqchisiz. To'g'rimi? Qanaqa balo? Sen singlimsan, men akangman. U bilan baxtsiz bo'laman. Sen aytmasang kim aytadi? Meni na ukam, na akam. Siz o'zingiz erkak kishisiz, axir bu masalani o'zingiz gaplashing. Aytmaysanmi? Yo'q. Yana bitta senga o'xshagan singil bo'lsa, dushmanni keragi yo'q. Qizim, quyoshim, meni qani bu yoqqa kelchi. Xo'p, oyi. Qani yonimga kelchi. Keldim. Hozir nima bo'ldi? Kelchi. Nima bo'pti? Men tushunmadim. Biznikiga Abu keldi. Sizni choyingizmi? Meniki. Ichaman. Icha qol. Rahmat. Sen uni indamasdan ignor qilib ketding. Qaragin, senga qanaqa guldasta olib kelibdi-ya? Juda ham chiroyli. Lekin oyi, biz uchrashgan edik.
Lekin bu eng yoqimsiz uchrashuv bo'ldi. Shuning uchun uni boshqa ko'rishni Sen xohlamayman. nimani xohlaganding? 5 yil bu odam yo'q edi-ku. Aynan shuning uchun ham Xuddi oyi. shunday. 5 yil yo'q bo'lib ketdi oyi, indamasdan, o'zidan o'zi, hech narsa demasdan tashlab ketdi meni. To'xta, sen qayerdan bilasan u tashlab ketganini? Balki uni sharoiti shuni taqozo qilgandir. Oyi, nima biz tosh asrida yashayapmizmi? Odamlarda telefon yo'qmi? Qo'ng'iroq qilishga yoki internet yo'qmi yozsa? Senga uni qo'ng'iroq qilishga imkoni bo'lmagan. Nega siz uni bunchalik himoya qilyapsiz? Chunki u menga yoqadi, buni bilasan. Nima? Yigitlar kam. Demak, oldin u senga yoqqan edi. Sen indamasdan yurganding. Ikkalangni bir-biringizga his-tuyg'ularingiz bo'lgan, shunga qo'llaridan ushlab yurgansan. Xuddi shunaqa. Ha, hozirchi ko'zlaring yonib turganini ko'rib turibman. Oyi, Umuman u yaxshi oldin nima inson. bo'lgan bo'lsa ham, u endi o'tmishda qolishi kerak. Hayot davom etadi. Endi bizning hayotimiz umuman boshqacha. Biz siz bilan shaharda yashayapmiz. Men ishlayapman, siz ishlayapsiz. Endi bizga hech kim kerak emas. Yo'q, kerak. Uyga erkak kerak. Kerak. Aynan Abuga o'xshagani. Nega? Tushundingmi? Menga qara, u ochiq xushchaqchaq odam. Senga bu seri hayot nima uchun kerak? Nima uchun? U senga anekdot aytib berishi mumkin, mana konfet olib berishi mumkin. Qara, o'ziga sen uchun gul sotib olishini ravo ko'ribdimi? Har qanday erkak bunday qila olmaydi, ayniqsa shaharda. Qishloqda bo'lsa qayerdandir yulib olib kelar edi. U faqat siz bilan shunaqa chiroyli gaplashadi. Hayotda umuman boshqacha odam. Bilasizmi unga o'xshaganlarni nima deyishadi? Abu bandit. Auye. Choy mazaliga o'xshaydi. O'tiringlar. Xo'sh. Dada, choy. Rahmat bo'ling. Dadajon, Eshitaman. akamni sizda gapi bor ekan. Gapi bor ekan? Juda muhim gapi bor ekan. Qani gapirchi? O bola, boshingni ko'tarib gapirsang-chi. Gapir. Dadajon, men hozir gapirmasam, ertaga kech bo'lishi mumkin. Men ko'p o'yladim. Hamma tomonini o'yladim. Biz tezroq to'yni qaytaraylik. Men u qizga uylanmayman.